Ertaga umraga ketyapman, lekin ertaga hayzim ham boshlanadi va hayzim 10 kun davom etadi deb juda ko'p ayollar murojaat qilishadi. Bunday holatda nima tavsiya etiladi? Bunday holatda ayolga umrada ichishi uchun biron bir dori-darmon tavsiya etish bu umuman noto'g'ri hisoblanadi. Bunday umraga ketayotgan ayollar 1 oy oldin ginekolog ko'rigiga kelishlari kerak va ayolga kerakli dori-darmon menstruatsiyasini отстрочка qiladigan, ya'ni hayz siklini cho'zib beradigan biror bir dori-darmonni o'shandagina biz tavsiya qila olamiz. Ayolning organizmini har tarafdan tekshirib ko'rib. Keyingina o'sha umrada o'sha hayz siklini ko'rmasdan kechikibroq hayz siklini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin o'sha ayol. Ramazon oyini to'liq tutmoqchiman, kelayotgan qonni zudlik bilan to'xtatib bering deb ham kelishadi. Bunday holatlarda ham ayolga aytamiz, hayz sikli bu normal fiziologik holat, bu normal kelib ketgani ma'qul. Agar ko'p ketmayotgan bo'lsa, o'zini vaqtida kelgan bo'lsa, og'riqlar bo'lmayotgan bo'lsa, unda bu ayol o'sha kunlar Ramazon oyini ro'zasini tutmay turadi va keyingi kunlarda tutib berishi mumkin. Agar juda ham ko'p ketadigan bo'lsa, o'sha anomalniy кровотечение, ya'ni anomal bachadondan qon ketadigan bo'lsa, o'shandagina biz aralashishga majbur bo'lamiz ayolning organizmiga.